Ayol yo'ldoshining bir tasdak selishi bilan uydan chiqib ketadi. Ammo yo'ldoshi ayolidan kechirim so'rash u yoqda tursin, oldi bilan o'z obro'yini qo'g'dash bilan bo'lib ketadi. U opasining uyiga ketmoqchi bo'layotgan ayolga: "Uydan chiqib ketsangiz, opamga qandoq tushundirman? Xo'shla, tuqqanlar meni nim deb qoladi" deydi. U ayolining qandoq bo'lishi bilan asla kar bo'lmaydi. Aksicha boshqalarning nim deb qilishidan ansiraydi. Bu dal ayolning ajrashib ketishiga sabab bo'ladi. Boshda yo'ldoshi masalaning og'irligini his qilolmaydi. Ayolini kesib ketaversin deb dimg'ini qaqadi. Ammo yolg'iz qolgandan keyin boshdagi mag'rurligidan asarmi qolmaydi. Atsi ishqi voqelayotgan, o'z damlagan qahva tetmayotgan, issiqsiz qilayotgan, qo'ygan narsasini topolmayotgan. U oxiri ayoli bo'lmas bo'lmaydiganligini his qiladi. Bu kuni yo'ldoshi ishga kelib, shirkatning uning istifa berishidan ansirab, Londondagi shirkatga boshliq qilganligidan xabar topadi. Ayoli shu oqshom izlab kelib, buyda qolganligini aytadi. Yo'ldoshi orzusining bir-birlab ish qilishayotgandan xushal bo'lib ayolga: 2020-yili Angliyaga boramiz. Ondan bolamiz tug'iladi. 2022-yili yana bolaliq bo'lamiz. 2025-yili Amerikaga ko'chib ketamiz deydi. Qarang, bu odamning gaplariga. Buni anglagan ayoli ozroqmi xushal bo'lolmaydi. Yo'ldoshi ayolining barmog'ida to'yliq uzukning yo'qligini ko'rib, yana xafaladi. U ayolini "Bak o'zbeshimchikansiz. Bolamni, yana turmushimni nobud qildingiz" deb ayblaydi. Bunun bilan ayolining erik bo'lgan muhabbati butunlay ko'tarilib ketadi. Ajrashadigan kuni yo'ldoshi ko'p royishlashib ketgan bo'lib, ajrashishga qo'shilib, ayolga pul va uy berdi. Ammo u tug'ilish oldidagi bolaga to'liq homiy bo'laman degan shartni qo'ydi. Gap bu yerga kelganda muloyim ayoli taqat qilib tura olmaydi. U yo'ldoshiga: "Siz pul xashlab mendan bolani setib olmoqchi bo'lyapsiz. Anglab qo'ying. Mening aslida opangizni navrisidan ayirib o'tish o'yim yo'q edi. Ammo aytib qo'yayki, bolaning homilik huquqini setib olman deyishingiz ham xiyol. Kechiring" deb ketib qoladi. Bu ayolning yo'ldoshini tunji ayblashi edi. Yo'ldoshi ishlarning bunchalik yomoniga o'rilib ketishini o'ylamagan. U boshliqqa ayni chaqda o'zini tutib ololmay, ishtiqliq qilib qo'yganligini zarlab berganda, boshliq uningga: "Agar menga ochiqlansang, menimi bir qachon salamting" deydi. U albatta undaq qilmaydi. Xo'jayinning gapi uni o'ylantirib qo'ydi. U eڭida ayolini ursam bo'ladi deb qarg'ashqa shu kuni ayolni qachatlagan. Ammo xo'jayinni urishga hargiz petin olmaydi. Er kishi o'zining xato qilganligini his qilib, rozilik bilan ajrashib ketadi. Sotda ayol qaynonasiga: "Apa, siz meni qizingizdek yaxshi ko'rib keldingiz. Ammo ziyofat kundagi ishdan keyin shuni his qildimki, sizning yaxshi ko'rdigingiz men emas, balki Vikramning ayoli ekan. Shu kundan keyin meni hech kim ko'rgili kelmadi. Boshqalarning o'yi bo'yicha Vikram xato qilmagan. Shunga bu ishni tagmasligim kerak ekan. Men buni qabul qilolmagandekman" deydi. Bu gap sotdagi ayollarga ta'sir qiladi. Qaynonasi uningga: "Bu sizning emas, balki biz ota-ona bo'lg'uchilarning xatoligi. Biz Vikramga ayol kishini ursa bo'lmaydiganligi to'g'risida azaldan tarbiya qilib boqmabdi ekanmiz. Buningda opangizmi to'g'ri qilmadi. U sizga sukut qil demasligi kerak edi. Endi sizni tutib kelishga salohiyatimiz yo'q. Mening bolam" deydi. Kinoning oxirida ko'ngli azar yegan ayollar botirlik bilan qo'l yondirdi. Ayol xizmatkor yegan tayoq uchun xo'jayindan o'ch oladi. Advokat qiyniga patmay qolgan yo'ldoshidan ajrashib ketdi. Ayolning yo'ldoshi Londondagi shirkatdan istifa berib yenib keladi va qilgan ishi uchun ayolidan kechirim so'raydi. Ko'rmanlar bu bir tasdak uchun ajrashib ketish hojatmi deb qilishi mumkin. Bu albatta kichik ish emas. Bir qitimliq oila zo'ravonligimi zo'ravonlik hisoblanadi. Agar bugun boshqalarning qachatlashini ko'rmasga solsangiz, bu tasdak hamon bir kuni sizning yuzingizga tegishi mumkin. Suyimlik masalalar, kelarki filmda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.